Yoqilg'i quyish shoxobchalari hamda gaz to'ldirish inshootlarida xavfsizlikni ta'minlash, avariya va noxush hodisalarning oldini olish, fuqarolar hayoti va salomatligini ishonchli himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar kuchaytirilmoqda. Ushbu yo'nalishda qabul qilingan qaror asosida sohada xavfsizlik talablarini yanada takomillashtirish, zamonaviy nazorat mexanizmlarini joriy etish va xizmat ko'rsatish sifatini oshirish bo'yicha qator vazifalar belgilandi. Qarorga muvofiq yoqilg'i quyish shoxobchalari va gaz to'ldirish inshootlari faoliyatida yong'in, sanoat va texnika xavfsizligi, ekologiya hamda texnologik jarayonlar bo'yicha yagona minimal talablar joriy etilmoqda. Shuningdek, zamonaviy nazorat tizimlarini keng qo'llash, texnik jihozlardan xavfsiz foydalanishni ta'minlash va mutaxassislarning malakasini muntazam oshirib borish bo'yicha yangi tartiblar o'rnatildi. Mazkur qarorning bosh maqsadi inson hayoti va salomatligini muhofaza qilish, shoxobchalarda xavfsizlikni ta'minlashdan iboratdir. Respublikamizda 6000 dan ziyod yoqilg'i quyish shoxobchalari, gaz to'ldirish inshootlari faoliyat yuritib kelmoqda. 2025-yilda o'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida 7000 dan ziyod kamchiliklar bartaraf etilib, 464 ta shoxobchani faoliyati vaqtincha to'xtatib qo'yildi. Yangi qaror bilan avvalo shoxobchalarda yong'in xavfsizligi, sanoat xavfsizligi, texnologik jarayonlar hamda ekologik soha bo'yicha qo'yilgan minimal talablar tasdiqlandi. Rioya etilishi vakolatli organlar tomonidan doimiy nazorat qilib boriladi. Joriy yilning 1-sentyabrdan boshlab xizmat muddati tugagan yoki ishlab chiqarish sanasi noma'lum bo'lgan bosim ostida ishlaydigan uskunalardan foydalanish bosqichma-bosqich cheklanadi. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, ushbu qaror yoqilg'i quyish va gaz to'ldirish shoxobchalarida xavfsizlikni yanada mustahkamlash, avariya xavfini kamaytirish hamda zamonaviy raqamli nazorat tizimlarini bosqichma-bosqich joriy etishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, xavfsizlik talablariga javob bermaydigan obyektlar faoliyati qonunchilik asosida tartibga solinishi va fuqarolar uchun xavfsiz xizmat ko'rsatish muhitini yaratish ko'zda tutilgan. Gaz to'ldirish shoxobchalarida U-gaz tizimiga ulanish avtomatlashtirish tizimi joriy etildi. Majburiy talab etilish belgilandi. Ushbu hozirgi kunda mazkur dastur 1400 dan ortiq shoxobchadan muvaffaqiyatli ishga tushirildi. Kadrlar malakasiga alohida e'tibor qaratiladi. 2027-yil 1-yanvardan boshlab tegishli sertifikatga ega bo'lmagan mutaxassislar bilan faoliyat yuritayotgan shoxobchalarning ishi qonunchilikda belgilangan tartibda to'xtatiladi. Ushbu qaror tadbirkorlik faoliyatini cheklashga emas, balki har bir fuqaroning xavfsizligini ta'minlashga, shoxobchalarda halol xizmat ko'rsatishini ta'minlashga qaratilgan. Shoxobcha egalarining belgilangan talablari o'z vaqtida bajarilishiga, iste'molchilarni ham yoqilg'i quyish shoxobchalaridan yoqilg'i quyish jarayonlarida xavfsizlik talablariga to'liq rioya qilishini chaqirib qolamiz. Ta'kidlanganidek, mazkur qaror tadbirkorlik faoliyatini cheklashga emas, balki inson hayoti va salomatligini himoya qilish, yoqilg'i quyish shoxobchalari hamda gaz to'ldirish inshootlarida xavfsizlik talablariga to'liq rioya etilishini ta'minlashga qaratilgan. Mutaxassislarning fikricha, belgilangan vazifalarning izchil amalga oshirilishi ushbu yo'nalishda xavfsizlik darajasini yanada oshirishga xizmat qiladi. Aziza Nizomiddin va Jamshid Nishonboyev, Poytaxt.